Nurafshon shahri markazida barpo etilayotgan yerosti piyodalar o'tish yo'lagi qurilishining 60% dan ortig'i bajarildi. Avval xabar berilganidek, Nurafshon shahri markazida piyodalar xavfsizligini ta'minlash va transport harakatini yanada tartibga solish maqsadida zamonaviy yerosti piyodalar o'tish yo'lagi barpo etilmoqda. Mazkur inshootning uzunligi 44 metr, kengligi 4,5 metr, balandligi esa 2,5 metrni tashkil etadi. Hozirda markaziy yo'lning har ikki tomonida qurilish-montaj ishlari jadal sur'atlarda davom etmoqda. Mutaxassislarning ma'lum qilishicha, bugungi kunga kelib qurilish ishlarining 60% dan ortig'i bajarilgan. Barcha jarayonlar belgilangan loyiha talablari asosida, sifat va xavfsizlik me'yorlariga qat'iy rioya etilgan holda olib borilmoqda. E'tiborlisi, qurilish ishlari davom etayotganiga qaramay, markaziy ko'chadagi transport harakati to'xtatilmaydi. Bu esa haydovchilar va piyodalar uchun qo'shimcha qulayliklar yaratmoqda. Loyiha to'liq foydalanishga topshirilgach, piyodalarning yo'lni xavfsiz kesib o'tishi ta'minlanadi. Transport oqimi yanada tartibga solinadi hamda shahar markazidagi harakat xavfsizligi sezilarli darajada oshadi. Ma'lumot o'rnida yaqin kunlarda shaharning boshqa hududlarida ham yana ikkita zamonaviy yerosti piyodalar o'tish yo'lagi qurilishi boshlanishi rejalashtirilgan. Bu loyihalar Nurafshon shahrining zamonaviy infratuzilmasini rivojlantirish va aholiga yanada qulay sharoit yaratishga xizmat qiladi.